Я бьюсь один в ринге, меня окружила стояки. Я всех разорву на части, когда лев ранен, он очень опасен. Одновременно добрый и гордый, я достойный враг, кстати, и в дружбе годный. Я дитя солнца, а не камень подводный. Bilmagan edim, to'g'risi mani videolarim tarqalib ketdi, juda ham ommaga chiqdi. Men juda ham hayron bo'ldim. Kecha u narsani qo'yishimdan maqsad подписчиklarimga yetib qolmasin qo'yganni, u narsa arxiv edi menda. Men даже bilmovdim ham, to'ylarda ham, kinolarda ham sotishgani uchun, u narsa eski narsa bo'lgani uchun, arxiv bo'lgani uchun men hali shu paytgacha eslolmayman. Karantin paytida ko'chaga chiqqanimni, chiqsam magazinga chiqib narsa olib kelib qaytolmayman, bez maska yurmayman men o'zim. Mana men sizlarga hozir narsani isbotini ham ko'rsatib beraman. Mana mana bu yoqda yozilgan nimaligi, mana 5-mart 16:27 da olingan video bu. Men xalqimizdan, davlatimizdan juda ham qattiq uzr so'ramoqchiman. Bu narsa arxivligini ham yozmaganim men aybim bo'lgan bo'lsa, men ming bor uzr so'rayman. Agar pulni sotish temasida gapirilayotgan bo'lsa, u to'ylarda ham bor, ko'cha kuylarda ham bor, bayramlarda ham bor. Men u narsani bilmovdim. Bu narsa uchun men ming bor uzr so'rayman davlatimizdan. Men juda ham qattiq afsusdaman. Agar bu narsa, yana bitta narsani takrorlab o'tmoqchiman, juda ham qattiq afsusga tushgan narsam mana. Bu narsada men shu paytgacha pul sotish temasi bo'lsa, men yaqinda bitta serial ko'rish boshladim. Juda ham anaqa, men sizlarga hozir ko'rsataman bu serialni. Mana shunga men juda ham qattiq uzr so'ramoqchiman davlatimizdan. Men bu narsani bilmagan edim. Undan keyingi safar обязательно boshqa narsalar qilishga